Avstriyani qaysidir bir qishloqlarda kechki soat 21:00 dan keyin erkaklar xotinini urishi mumkin emas ekan, yo haqoratlashi mumkin emas ekan. Agar kimda-kim xotinini urib yoki so'ksa, jarimaga tortiladi ekan. Voy qanday yaxshi urf-odatlari bor ekan Angliyada. O'zimizda mutlaqo buni teskarisi. Bizda erkaklar soatga ham qaramaydi, quyoshga ham, kunga ham qaramaydi. Urgisi kelib qolsa, u ko'chadami, uydami, kunduzmi, kechmi, xohlagan joyiga, xohlaganicha, xohlagan vaqtida urib o'rganib qolgan. Qo'llari sinsin. Aynan ketay, qarg'amang, qarg'amang. Yo'q, men endi siz eringiz nazarda tutyapman-da. Yaqinda men ichingizga tepdi-yu, o'shani ko'rib qoldim bexosdan. To'g'ri aytdingiz Mahfuzaxon, erim juda ko'p uradi. Yaqinda doktorga ko'ringani borganimda 12 barmoqli ichagim 8 barmoq bo'lib qolgan ekan. Ilohim, mana shu 8 ta ichagingiz 4 ta, 3 ta bo'lib qolsin. Borib yo'g'on ichakka ulanib ketsin. Bizda hozir reklama.